Armanistonni oxirgi marta ogohlantiryapman. Putin kutilmagan joydan zarba berdi. Makron Putindan qochma, Minskka kel, erkakchasiga gaplashamiz. Lukashenko kutilmagan chaqiriq bilan chiqdi. Endi keskinlashuv emas, muloqot vaqti keldi. Xitoy Rossiya va Ukrainaga murojaat qildi. Matn o'zgardi, o'yin ham o'zgardi. Tehron va Washington o'rtasida nima bo'lyapti? 2030-yilga qadar hammasi tayyor bo'ladi. Putinning yoshlik loyihasi fosh bo'ldimi? Bu hali boshlanishi bo'lishi mumkin. Yaponiya aholisi rekord tezlikda kamaymoqda. Kreml Rossiyada yashovchi armanlarni Pashinyanga qarshi ovoz berish uchun yubormoqchi. Reuters. Armanistonni oxirgi marta ogohlantiryapman. Putin kutilmagan joydan zarba berdi. Kreml rahbari Rossiya uchun barcha davlatlari bilan ittifoqchilik aloqalari chuqurlashtirish so'zsiz ustuvor vazifa hisoblanishini ta'kidladi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi davlatlari o'zini asosiy oziq-ovqat mahsulotlari bilan mustaqil ta'minlash niyatida dedi u. Shundan so'ng Putin xalqaro vaziyat, xususan Armaniston bilan bog'liq voqealarga to'xtaldi. Rossiya va Armaniston o'rtasida alohida munosabatlar mavjud. Yerevan G'arb bilan yaqinlashish bo'yicha qanday qaror qabul qilmasin, bu ularni buzmaydi, ammo Yevrosiyo ittifoqi gap sof iqtisodiy substansiyalar haqida bormoqda. Agar Armaniston Yevropa ittifoqi standartlariga o'tishni boshlasa, biz u bilan barcha iqtisodiy integratsiyani to'xtatishimiz kerak bo'ladi. Ular o'z mahsulotlarini kimga yetkazib beradi? Arman vinosi qayerga boradi? Ular uchun temir yo'l tariflarini oshirishga to'g'ri keladi. Energiya narxlarini oshirishga to'g'ri keladi. Armaniston fuqarolari Rossiyada ishlash uchun patent olishi kerak bo'ladi. Eslatib o'tamiz, Armaniston bosh vaziri Pashinyan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi sammitida ishtirok etmadi. Avvalroq mamlakat Yevropa ittifoqi bilan yaqinlashish siyosatini tanlagan edi. Makron Putindan qochma, Minskka kel, erkakchasiga gaplashamiz. Lukashenko kutilmagan chaqiriq bilan chiqdi. Belarus prezidenti Lukashenko va Fransiya prezidenti Makron o'rtasidagi telefon muloqoti Yevropa siyosatida katta qiziqish uyg'otdi. Suhbat davomida Makronga Lukashenko kutilmagan taklif bilan chiqib, agar Moskvaga borish noqulay bo'lsa, Minskka kelishini, u yerda esa Rossiya prezidenti Putin bilan birga uni kutib olishlarini aytdi. Lukashenko hatto Putin bilan erkakchasiga yuzma-yuz gaplashib olish kerakligini ham ta'kidlagan. Uning so'zlariga ko'ra, Makron bu g'oyani mutlaqo rad etmagan va bunday uchrashuv ehtimolini inkor qilmagan. Lukashenkoning aytishicha, Makron yaqin kunlarda o'zining ishonchli vakilini Minskka yuboradi. Belarus rahbari ushbu vakilni qabul qilishga rozilik bergan va uning orqali Parijning pozitsiyasini batafsil eshitishga tayyorligini bildirgan. Mazkur telefon muloqoti oddiy diplomatik suhbat sifatida emas, balki Ukrainadagi urush fonida yuzaga kelgan keskin vaziyat bilan bog'liq holda baholanmoqda. Endi keskinlashuv emas, muloqot vaqti keldi. Xitoy Rossiya va Ukrainaga murojaat qildi. Xitoy Tashqi ishlar vazirligi Rossiya va Ukraina tomonlarini vaziyatni yanada keskinlashtirmaslikka va muzokaralar yo'lini tiklashga chaqirdi. Bu haqda vazirlik matbuot kotibi ma'lum qildi. Uning aytishicha, Xitoyning Ukraina mojarosi bo'yicha pozitsiyasi o'zgarmas va aniq. Mojaroni hal qilishning yagona samarali yo'li bu dialog va muzokaralar. Biz tomonlarning keskinlashuvini to'xtatish uchun birgalikda harakat qilishga va muzokaralar uchun sharoit yaratishga chaqiramiz, dedi Mauning. Xitoy TIV bayonoti Moskva tomonidan Kiyevga zarbalar davom etayotgani haqidagi xabarlardan so'ng e'lon qilingan. Shu bilan birga Xitoy tomoni Kiyevdagi diplomatik xodimlarni evakuatsiya qilish rejalari bor-yo'qligi haqidagi savolga javob bermagan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Lavrov AQSh davlat kotibi Rubio bilan suhbatda Rossiya Kiyevdagi harbiy maqsadlar ham hisoblangan obyektlarga zarbalarni davom ettirishini bildirgan edi. Matn o'zgardi, o'yin ham o'zgardi. Tehron va Washington o'rtasida nima bo'lyapti? Eron va AQSh o'rtasidagi ziddiyatlarni bartaraf etish bo'yicha kelishuv loyihasi matni so'nggi kunlarda o'zgartirildi va hali kelishilmagan. Bu haqda Tasnim agentligi o'z manbasiga tayanib xabar berdi. Manbaning ma'lum qilishicha, matn hali tasdiqlanmagan va shu sababli G'arb ovlari tomonidan kelishuvning dastlabki varianti sifatida e'lon qilingan loyiha hozircha noaniq bo'lib qolmoqda. So'nggi bir necha kun ichida memorandum matni bir qator o'zgartirishlarga uchradi, deya tushuntirgan agentlik suhbatdoshi. Avvalroq Axios portali amerikalik va eronlik muzokarachilar o'zaro anglashuv memorandumi loyihasini kelishib olganliklari va hujjat AQSh prezidenti Tramp tomonidan ma'qullanishi kutilayotgani haqida xabar bergandi. Portalga ko'ra, kelishuv sulh rejimini uzaytirish va Eron yadro dasturi bo'yicha muzokaralarni boshlashni nazarda tutadi. Bu holat hayot sifatiga ta'sir qilyaptimi? Oilaviy hayotda zaiflik, stress va ishonchsizlik olib kelyaptimi? Vulkan erkak kuchi va ishonchining yangilangan manbai.
Prostata bezi adenomasi surunkali prostatitdan qutulishga yordam beruvchi ishonchli formula. Atigi 5-7 kun ichida natijasini sezasiz. O'zingizni yengil va ishonchli his eting. Vulkan, siz izlagan tabiiy yechim. 2030-yilga qadar hammasi tayyor bo'ladi. Putinning yoshlik loyihasi fosh bo'ldimi? Rossiya hukumati keksayib borayotgan Putinning umrini uzaytirish texnologiyalarini izlashga qaratilgan 26 milliard dollarlik keng ko'lamli dasturni ishga tushirdi. Ta'kidlanishicha, prezidentning qizi Mariya Voronsova va Putinning do'sti Kurchatov instituti rahbari Mikhail Kovalchuk boshchiligidagi loyiha doirasida olimlar to'qimalarni bioprinterlash gen terapiyasi tomonidan hujayra qarishini sekinlashtirish ustida ishlamoqda. Shuningdek, genetik jihatdan o'zgartirilgan mini cho'chqalar ichida odamga ko'chirib o'tkazish uchun organlarni o'stirish harakati qilinmoqda. VCG ta'kidlashicha, 73 yoshli Putin va uning atrofidagilar hayotni uzaytirish va biotexnologiyalarga katta qiziqish bildiryapti. Xususan, Putin Xitoy raisi Si Szinpin bilan suhbatda umrboqiylik va organlarni almashtirish mavzusini ko'tarib, bu orqali hayotni 150 yilgacha uzaytirish mumkinligini ta'kidlagan. Avvalroq Putin krioterapevtik amaliyotlarga ham qiziqqan va hatto Avstriyaning o'sha paytdagi kansleri Sebastian Kurzga tanani yoshartirish uchun o'ta past haroratli kriokamerani sinab ko'rishni tavsiya qilgan, dedi VCG. Loyihani boshqarayotgan Putinning eng yaqin do'stlaridan biri Kovalchuk avvalroq ilm-fan kelajakda inson tanasi qismlarini ta'mirlash va almashtirish hamda inson umrini uzaytirish imkonini berishi mumkinligini aytgan edi. Bu hali boshlanishi bo'lishi mumkin. Yaponiya aholisi rekord tezlikda kamaymoqda. 2025-yilda Yaponiya aholisining umumiy soni 123 million kishini tashkil etdi. Bu 2020-yilgi ko'rsatkich bilan solishtirilganda 3,9 million kishiga kam degani. Bunday ma'lumotlar Yaponiya Ichki ishlar vazirligi tomonidan e'lon qilingan milliy aholini ro'yxatga olishning dastlabki natijalarini keltiradi. Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yil 1-oktyabr holatiga ko'ra, Yaponiya aholisining umumiy soni 123 million 49 ming 524 kishini tashkil etdi. Bu 2020-yilgi ko'rsatkichdan 2,5% ga kam. Aholi soni faqat Tokio va Okinavada o'sgan qolgan barcha hududlarda esa kamayish kuzatilmoqda. Shu bilan birga mamlakatdagi barcha aholining 30,1% aynan Yaponiya poytaxti hissasiga to'g'ri keladi. U yerda qariyb 37 million kishi istiqomat qiladi. Yaponiyada aholi sonining kamayishi 2015-yilgi ro'yxatga olishdan boshlab ketma-ket 3-marta qayd etildi va bu kuzatuvlar tarixdagi eng sezilarli pasayish hisoblanadi. Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, bu tug'ilishning kamayishi va aholining qarishi bilan bog'liq. Tug'ilish darajasi ham pasayib borayotgani sababli vazirlik ushbu tendensiya keyinchalik ham saqlanib qolishini prognoz qilmoqda. Ichki ishlar vazirligining dastlabki ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilda Yaponiyada taxminan 706 ming bola dunyoga kelgan. Bu 2024-yilgiga nisbatan 2,1% kam deganidir. Mamlakatda tug'ilish darajasi ketma-ket 10-yildirki pasayib bormoqda. Kreml Rossiyada yashovchi armanlarni Pashinyanga qarshi ovoz berish uchun yubormoqchi. Reuters. So'nggi oylarda Rossiya rasmiylari mamlakatda istiqomat qiluvchi Armaniston fuqarolarini parlament saylovlarida amaldagi bosh vazir Pashinyanning raqiblariga ovoz berishlari uchun vataniga jo'natish rejasini muhokama qilgan. Suhbatdoshlarning so'zlariga ko'ra, Rossiya hukumati 100 ming saylovchini tashish xarajatini taxminan 50 million dollarga baholagan. May oyining o'rtalarida Kreml Rossiya hududlari bo'yicha har biridan qancha arman jo'natilishi kerakligi haqida kvotalar taqsimlangan va mahalliy hokimiyat organlaridan tayyorgarlik yuzasidan hisobot berishni talab qilgan. Reuters jurnalistlari bu rejaning amalda tatbiq etilayotgani yoki yo'qligini hamda saylovdagi asosiy nomzodlar o'rtasidagi tafovutni qisqartirish uchun buncha ovoz beruvchi yetarli bo'lmasligini aniqlay olmagan. May oyida o'tkazilgan so'rovnomalar Nikol Pashinyanning fuqarolik shartnomasi partiyasining taxminan 30% natijasi bilan birinchi o'rinni egallash turganini ko'rsatmoqda. Uning eng yaqin raqibi Samuel Karpatyanning kuchli Armaniston partiyasi esa taxminan 6% ovoz bilan katta farq bilan ikkinchi o'rinda turibdi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.